Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar Zeus kanalidasizlar. Bu meni birinchi videom va Grad Mobile o'yinini o'ynaymiz. Oddiy o'ynamaymiz. Men уже o'ynab bo'lganman, ancha o'ynayirdim uni. Men bugun organizatsiyaga vstupit ishga kiraman. Ya'ni o'zim akkauntim emas, yangi bitta akkaunt ochaman va Discord kanalim ham bor. Ularni ham qilib hozir sizga ko'rsatib chiqaman. Birinchi bo'lib Discord ochamiz agar unaqa kutib o'tirmasliginglar. Esimdan chiqib qolibdi, qaysi organizatsiyaga kirishimiz uchun biz MVD ga kiramiz, politsiyaga kiramiz. Birinchi bo'lib Discord kanal ochib olamiz. Discord kanal ochganingizdan keyin sizlarda mana shunaqa joy chiqadi. Bunaqa chiqmaydi-yu. Google ga kirasizlar. Nima deb yozasizlar? Google dan Grad Mobile server deb yozsanglar chiqib keladi. O'shani birinchi ustiga bosasizlar, keyin sizlarga mana shunaqa joy ochiladi. Bunaqa joy ochiladi. Zapros tashlaysizlar, qaysi regionni tanlaysizlar? Rossiya bo'lsa Rossiyani tanlaysizlar. O'zbekiston yo'q, aytib qo'ying. Keyin kirganingizda sizlarda mana shunaqa flashka ochiladi. Keyin mana shu birinchidan 1 2 3 qatordan Grand GG degani bor. O'shani pastida начало bor. Началоga bosib turib, o'zingizlarning serverlaringizni tanlaysizlar. Keyin sizlarga yana bitta qo'shiladi. Mana bunaqa fraksional Discord kanali qo'shiladi. Va sizlar o'shani keyin bosishingiz kerak bo'ladi. Bosganingizdan keyin mana ko'rib o'tganingizda yana bitta serverlar chiqarib beradi. Biz yana o'zimizning serverni tanlaymiz. 33 32 mana 31 stupid kutamiz. Hop, mana biz anaqa stupid qildik va bizani mashitga olib kirib berdi. Ana endi bu yerdan biz mana shu anaqa bersak, заявление bersak bo'ladi. Заявление, hop, endi qidiraman. Так, вот, трудоустройство kirasizlar. Прям на новый должность turadi bu yerda. И трудоустройство kirasizlar. Трудоустройствоdan biz MVD arzamiz olishimiz kerak. Shu yerga kiramiz. MVD arzamiz. Keyin keyin 2 так, 2 точка. Так, hozir sizlarga kelaman. Va shotga o'tamiz. Tak, ikkinchisi bizda ниже deb yozamiz. O'zbekcha bo'lib qoldimi? Ниже deb olamiz. Uchinchisi tagga belgilashimiz kerak. 3 bizda tagga qilishimiz uchun biza hop, MVD liderimni va biza mana bunaqa kuchlicha qilasizlar uchinchisiga. Mana shunaqa MVD lider MVD ni belgilashingiz kerak. Yoki starший sostavni ham belgilasanglar ham bo'laveradi. Hop, keyin men bu yoqqa joylashim kerak. Private file ga bosaman. Kutaman va mashitga kiradi. Keyin men o'zimga kerakli rasmlarni olishim kerak. Hop, mana ko'rayotganingizda shunani olaman.
shu, keyin shu, keyin medkartamiz. Qaranglar, medkarta va litsenziya, keyin pasportinglarni qilishinglar kerak. Jo'natib olishinglar kerak bo'ladi. Keyin buni ham otpravить qilib olaman-da, keyin chiqaman-da. Keyin buni bunday qilib qo'yaman. Endi bolalar jo'natib bo'lganimizdan keyin birpas kutamiz. Odobrение bergandan keyin men sizlar bilan yana video olishda davom etaman va men o'tkazib yuboraman. Do'stlar, uzr, shoshilib qoldim chunki anaqa bo'ldi. Zaявleniyani qabul qilishmadi, rosa ko'p kutmayman dedim. Mana shu yerda vstupить qilishga qaror qildim, qaranglar. Здравствуйте. Da deymiz. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa ishga kirishishi. Pasport o'tdi. Pasport endi biz mana shu yerda bez RP desa bolalar ayo RP ekan. RP bilan hop yozamiz. Pasport в кармане. Паспорт в кармане. Сунул руку в карман, затем достал паспорт. Так, паспорт в руке. Так, понятно. Паспорт в руке. Передал паспорт человеку напротив. Shunaqa deymizda, keyin mashinaga kirib pasport bosamiz. Aytib o'tdik, medkartani вообще mis kirib ketgan 2025 olsa bo'ldi. Medkarta litsenziya. RPmi? Bizar. Okey. Dokument. Litsenziya. Medkarta. Voy, yomon qo'rqibman. Birinchi medkarta. Voy, zo'r. Hozir готовы к психтесту deydi, dadimda. Готовы к психтесту, da. Dadimiz. Что у меня в руках deydi. Biz aytishimiz kerak, moyi dokumenti. Moyi dokumenti deymiz. Так, вы не говорили. И bu yerda qolasizlar, не знаю desanglar ham не знаю deysizlar.
Taqdimi DB ZZ va non RPcha. Tak, ozmasdan hammasini aytib beraman. Non RPga kirasan, NRPga, keyin DM убийца без причины. Так. Убийство. Причины и ДБ. Убийца с машиной. Убийство с машиной дейсizlarda, keyin ZZga зеленая zona. Зеленая zona deyizlarda и shunaqa qilasizlar. Nima bo'ldi? Bu oson narsalar. Yana aytib ketaman. DM убийца без причин. Вот, Павла mana, я думаю, вы к нам подходите, deyapti. И sizlar mana yoniga borsanglar, sizlarga hozir keyin beradi. Mafkesi. И передал форму человека напротив dedi. Yozamiz. Bolalar mana agar rahmat, yoqqan bo'lsa like va podpiskani bosib qo'yinglar. Men keyingi rolikimda esa как повышение olishni o'rgataman. Ya'ni ko'tarilishni o'rgataman shu fraksiyada. Unda hammaga rahmat, kuzatganlar uchun katta rahmat. Sizlar bilan Zers bo'ldi. Hammalarga rahmat.